Barchalaringizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana Jaholar kanali. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan birgalikda FC Mobile o'yinidan bir qancha roller game draftlarni ochib ko'ramiz. Undan tashqari yakunlanmagan vazifalarni bajarib, sovrinlarimizni qo'lga kiritamiz. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa boshladik. Xo'p do'stlar, mana draft bosqichiga o'tamiz. Va 3-tizim draft qo'shilibdi bizga. Ronaldinho, McTominay, Rafinha, Sabayri shunaqa qanaqadir o'yinchilar kelgan va ularni biz hozir ochib ko'rib omadimizni sinab ko'ramiz. Nima? Bular o'shalar. Va mana bunisi ham qo'shilibdi. Eusebio, Pulisic, Güler, Ryan. Xo'p, keyin qolgan o'yinchilar. Bu yerdan sizlarga maslahatim Eusebio kerak. Güler ham yaxshi. Xo'p, bu oldingi draft va biz mana bundan bitta ochib ko'ramiz. Bizda 3 ta draft bor hozircha. Xo'p. 5 tashi qo'shdi. Musurinchi. Daniello degan tushdi. Yana bitta ochamiz. Yana 5 ta qo'shdi. Faqat 5 ta qo'shadi bu. Endi mana bundan ochib ko'ramiz. Shuni ochamiz yoki undan ochamiz. Shundan mana bundan olsa yaxshi bo'ladi. Ronaldinho menga juda ham kerak. Tutsa yomon bo'lmasdi. Xo'p. Mana statistikasiga mashshi gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, ochamiz. Ketdi. Oltin yurdi. Oltin yurdi. %18 Sabayri. Do'stlar. Oltin yurgan bo'lsa ham shunaqa musur o'yinchini berishini hech o'ylamagandim. Oltin yurgandan men Ronaldinho deb o'ylagandim. Shuni berganidan bermagan yaxshi edi. Undan ko'ra garant endi yana o'z holiga qaytdi. Afsus. Mayli do'stlar. Endi do'stlar va nihoyat biz kutgan on keldi. O'zbek o'g'loni Abduqodir Husanovni olamiz. Bu o'yinchi hozircha tura qolsin. Keyinroq biron bir obmenlarga tiqib boraman baribir. Va 775 ta bo'lyapti. Xo'p, bizga yana proz yetmayapti do'stlar. Xo'p, do'stlar. Uni o'rniga qo'ysak, for pasayapti. Tiki-tak ekan. Imtiyoz bitta statalarni ko'rib chiqaylik. Xo'p. Statasi va shim musur ekan. Bilmaydigan o'yinchi. Qarochi bizga kerak ham yo'q uni. Bunday olib qarasa. Shu uchun shartga obmen qilsam ham bo'ladi. Hali obmen qilgim kelmayapti. Xo'p, shu uchun hali hozircha tura tursin, keyinroq hal qilamiz do'stlar. Va bu yer nima bor? Mana bu yerdan yana 100 ta olishimiz mumkin. Bularni keyinroq bajarib qo'yamiz. Undan oldin biz yakunlashi kerak bo'lgan Braziliya yo'nalishiga o'tamiz. Marcelo Cardini olamiz bugun do'stlar. Marcelo Cardi, xo'p, Italiya yo'nalishi. 2 ta o'yindan so'ng bizga nihoyat Marceloni qo'lga kiritamiz. Ketdi mana birinchi o'yinimiz. Xo'p do'stlar, she'rni to'xtataman, baribir o'yinlar qiziq bo'lmaydi, shu uchun to'xtatib o'tiraman hozircha. Mana do'stlar, o'yinlar bajarilib bo'ldi. Endi biz va nihoyat mana buni olganimizdan keyin shart ochiladi va shartni ham olamiz. Mana 300 ta shart olindi. Endi biz here we go. Marcelo Cardini o'zimizning akkauntga galeriya yo'nalishi va bu 3 ta yo'nalish va nihoyat tugadi. Braziliya yo'nalishi mana. Va do'stlar, uzoq kutgan onlar va bizga hozircha eng kerak bo'lgan o'yinchi Marcelo Cardi. Here we go.
Esa hali yana bitta chuqur. Yaxshi o'kadi albatta bu. Bu yo'nalish biz uchun tugadi. Fabinho. Mana do'stlar, Fabinhoni oldim. Endi akalar boshqa yo'nalishga o'taveramiz. Va undan oldin esa activities yo'nalishidagi mana bu ikkita sovg'alarni olamiz. Bular albatta kerakli narsalar. Oxirigacha yetib borsak yaxshi bo'lardi. Bu bitta division o'ynash kerak ekan, bitta reklama ko'rish. Hozir qilamiz buni ham. Undan oldin Star Pass'ga o'tamiz. Mana bu pakni ochamiz. Mana Star Pass ham yakunlangan. Xo'p do'stlar, endi Division Rivals'ga o'tamiz. Ketdim. Xo'p. Division Rivals. Biz atib o'ynab ko'ramiz. Grafikalar yaxshiroq. Mana olib qaraganda. Xo'p. Kutamiz do'stlar. Rafael Marquez o'yinchisi va bizdan 1%, ya'ni 123 over ekan. Biz 24% tiklarni qarab birsangiz bo'ladi. Mana shans o'zingizniki, zer shansi raqibingizniki do'stlar. Ketdi xo'p. Xo'p do'stlar. Mana bizning sostav ikkinchisiga o'tib ketibdi 123 ga. 123 ekan bu. Nima? Xo'pda Qodir Husanov bo'lganda. Harakat qilamiz. Trivellashuvida gol Berbatov tomonidan. Oy. Gol berishga Trafika yaxshi o'ynayapti chota. Shu tenglashdi yana. O'tamiz. Aylantiramiz. Oy. Darvozaga gapirish mumkin emas. Yaxshi do'stlar. Xo'p. Mana yana bitta sarba ketdi mana. 4-3 do'stlar. 5-4. Oxirigacha bo'lsamiz. Kimih qo'ymadi do'stlar. Kimih qo'ymayapti. Soni ham ajoyib o'tyapti, ammo baribir o'tkazadi. Kim bu darvozabon? Kim bu bola? Yaxshi. Oxirigacha bo'lsa bosamiz. Bola kalar. Yutdik va yana bir bor yutdik. Mana. Yutganimiz uchun esa bajarildi shart. Xo'p. Mana olamiz va ana bu yerga reklama ko'rish kerak ekan. Shuning uchun uni to'xtataman. Reklama ko'rinib, keyin do'stlar bu yerdagi sovg'alarni oldim. Endi shart miqdorini ko'ramiz va aynan bizga kerak bo'lgan o'yinchi beradi. Tarafosini ochlab tushunmayman. Xo'p. Mayli. Endi bizga kerak bo'lgan va nihoyat O'zbekiston legendasi deya aytishga sazovor bo'lgan o'yinchi Abduqodir Husanov qadrini
va nihoyat biz olamiz. Mana do'stlar, shuncha paytgacha ham olishni niyat qiladigan o'yinchim va nihoyat olamiz. Here we go. Abduqodir Usanov, sostavga xush kelibsan do'stim. Mana ketdi. Xo'p. O'zbekiston. SB O'zbekiston hamda Abduqodir Husanov. Statistikasiga aytadigan bo'lsak, juda ham yaxshi. O'zbekiston uchun play style ham ajoyib do'stlar. Himoyaga tez qaytadi. Bu o'ta yaxshi. Va faqat himoya pozitsiyasida Abduqodirni o'ynatsak bo'lar ekan. Yaxshi do'stlar. Abduqodir bizda olindi va endi uni tarkibga qo'ysak ham bo'laveradi do'stlar. Mana 118, mana Marcelo kardini bu yerga joylashtiramiz va Abduqodirga rang beramiz albatta do'stlar. Birinchi rang ketdi mana. Rang token kamroq, oxirigacha yetmaydi. Ikkita rangga yetsa kerak, может uchinchisiga ham yetib qoladi, yo'q do'stlar. Ikkita rangda yetmoqda bizda. Va bundan tashqari mana skill points beramiz bunga. Himoyachi skill pointini berdim. Salibani bunga qo'ysak, pas bo'libdi over. Mana qilsak, bo'lsa kerak, yo'q. Masalan, urib tashlasak. Da o'shdi akalar. Yo'q. Pasanasi yaxshi do'stlar. Hozircha bu ikkita o'yinchi Marcelo turaveradi, keyinroq mana Husanovning overini qo'shilganimizdan keyin qo'yamiz akalar. Xo'p, endi ikkinchi o'yinchiga o'tamiz. Ikkinchi o'yinchi aynan Chronicles yo'nalishi Germaniyadan Gerd Müller kardini olmoqchi edim. Afsuski, bu o'yinchini ola olmayman do'stlar. Nimaga desanglar, bu o'yinchi hozircha menga keragi ham yo'q desa mubolag'a bo'lmaydi do'stlar. Undan tashqari mana bu yo'nalishlar ham bor ekan bizda. O'zi bugun ololmasak kerak. Da akalar, bugun hali ola olmaymiz. Ertaga hammasini olamiz. Va do'stlar, bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Undan tashqari mana Iniesta box ham kelgan. Buni ochdim men do'stlar, mana mustur narsalar tushdi. Va do'stlar, bugungi videorolik yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoroligimizgacha ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Xayr do'stlar.